Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Ayso apandimning bevosita riyosatchiligida 27 fevral chaqirilgan qurultay umumiy vakillar yig'inida Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzi va uning xalqaro Uyg'ur da'vosiga ko'z tutgan ta'siri masalasi yig'inning asosliq muzokara temasi bo'ldi. Tarixdan buyon Xitoy tajovuzchilarining ziyonkashligiga uchrab kelgan va hozir ham Xitoy mustamlikchilarining irqiy qirg'inchiligiga duchor bo'layotgan Sharq Turkiston xalqining Rossiyaning Ukrainaga qaratgan tajovuzchiligiga la'nat o'qiydiganligini birdek holda ta'kidlashgan qurultay vakillari o'zlarining har zaman Ukraina xalqi bilan hamnafas ekanligini va Ukraina xalqining tezroq Rossiyaning tajovuzidan qutulishini orzu qiladiganliklarini ifoda qilishdi. Yig'inda Rossiyaning Ukraina qaratgan tajovuzining orqa ko'rinishi, umumiy jarayoni va uning xalqaro ta'siri haqida maxsus ma'lumot berib o'tgan Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandim Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzi sababidan Uyg'ur masalasining xalqarodagi taraqqiyotiga belgilik darajada salbiy ta'sir ko'rsatganligini, xalqaroning va dunyo matbuotlarining eng asosli kun tartiblarining biriga aylangan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasining Rossiyaning Ukrainaga boshlatgan tajovuzi sababidan bir mahal xalqaroning kun tartibidan tushib qolganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, navbatda tajovuzchilik va mustamlikchilikning butun dunyo xalqining qattiq la'natiga va qarshi turishiga uchrayotgan asosli masalalarning biriga aylanganligini, ma'lum ma'nodan olganda buning vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan mustamlika ostidagi bir davlat ekanligini xalqaro jamoatchiligiga e'tirof qildirishning tarixiy bir fursati ekanligini, bu vaqtda qurultayning o'tgan yilning 5-dan e'tiboran chet ellik va Uyg'ur tarixchilar, qonunshunoslardan tarkib topgan maxsus bir tadqiqot hay'ati ta'sis qilib, vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan zamin ekanligining tarixiy, siyosiy, diplomatik asoslari haqida jiddiy izdanish ilib berayotganligini va qurultayning bu vaqtdagi rasmiy dokladini 2022 yilining ichida tamomlab xalqaro organlarga va parlament, hukumatlarga sunishga hozirlanayotganligini ifoda qildi. Qurultayning Qozog'istondagi va Qirg'izistondagi vakillariga vakolatan so'z qilgan qurultayning Qozog'istondagi oliy maslahatchisi Qahramon G'ojambadi, qurultayning Qirg'izistondagi vakolatchisi Ro'zmamat Abdulbaqiyo apandilarmi tarixda Rossiyaning uzun yillik tajovuziga uchragan O'rta Osiyo xalqlarining, jumladan O'rta Osiyo davlatlarida yashayotgan butun Uyg'urlarningmi Rossiyaning bu qitim Ukrainaga qaratgan tajovuzchiligiga qat'iy turda qarshi turadiganligini va Ukraina xalqining tezroq mustamlikchilikdan qurtulishini orzu qiladiganliklarini ifoda qilishdi. Istiqlol marshi bilan boshlangan bu navbatlik umumiy vakillar yig'inida qurultayning bu yil kirgandan buyon ilib bo'lgan umumiy faoliyatlar haqida doklad berib o'tgan qurultay raisi Dolqun Ayso va qurultay ijroiya komitetining raisi Umar Qanat apandilar Dunyo Uyg'ur qurultayining arzi bilan qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining o'tgan yili 12 oyning 9-kuni e'lon qilgan hukmnomasini xalqaro jamoatchilikka to'liq e'tirof qildirish va demokratik ellar hukumatlarining mazkur hukmnoma asosida Xitoyga qarshi texnik kuchli jazo va embargo yurgizishini qo'lga keltirishning qurultayning navbatdagi eng jiddiy vazifalarining biri ekanligini ta'kidlab o'tish bilan birga, qurultayning Angliya, Germaniya, Kanada va Argentina qatorliq davlatlarning sudlarida Xitoyga qarshi boshlatgan da'volarining davom qilayotganligini va oldimizgi mezgillarda qurultayning bu xil da'volarning doirasini yanada kengaytirganligini ifoda qilishdi. Dolqun Ayso va Umar Qanat apandilar so'zlarida yana Uyg'ur sud kollegiyasining hukmining xalqaro organlar, hukumatlar va parlamentlar uchun muhim bir qonuniy asos tiklab berganligini ifoda qilish bilan birga, hozirga qadar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Dunyo Uyg'ur qurultayining eng asosli faoliyat markazlarining biri bo'lib kelganligini, hozir Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'urlarni qo'llaydigan davlatlar sonining 43 ga ko'payganligini, qurultayning Xitoyning to'sqinligi va buzg'unchiligiga parvo qilmay, bundan keyin yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi turli faoliyatlarni uzluksiz kuchaytirish orqali Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini har zaman Birlashgan Davlatlar Tashkilotining asosli kun tartibida tutib turishga va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoyga bo'lgan besimini yanada oshirishga tirishadiganligini ta'kidlab o'tishdi. Qurultayning tashkiliy xizmatlarga mas'ul muavin raisi Farod Yo'rinqash apandim yig'inda qilgan so'zida, mustabid Xitoy hokimiyatining qurultayga qaratayotgan ichki tashqi hujumlari uzluksiz kuchayotgan bugungi xalqaro bir paytda qurultayning butun vakillarining siyosiy jihatda yanada sezgir va hushyor bo'lib, qurultayning plan programmalarining to'liq amalga oshishi uchun texnik zo'r tirishchanlik va fidokorlik ko'rsatishi lozimligini ta'kidlab o'tdi. Orqadan qurultay rahbarlari har qaysi ellardagi qurultay vakillarining milliy harakatimizga va qurultayning xizmatlariga munosabatli turli savollarga astoydillik bilan javob berdi. Dunyo Uyg'ur qurultayi raisligining 26 fevral o'tkazilgan ichki yig'inida bu yil 5-oyda Germaniyaning Myunxen shahrida chaqiriladigan 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashiga tayyorlik qilish komiteti qurib chiqildi. Qurultay raisligining qaroriga asosan qurultay raisi Dolqun Ayso apandi shaxsan tayyorlik komitetining raisligini o'z ustiga oldi va tayyorlik komiteti tarkibida 4 komissiya qurib chiqildi.
Qurultayning siyosiy va strategiya xizmatlarga mas'ul muavin raisi doktor Erkin Akram programma komissiyonining mas'ulligiga, Qurultayning tashkiliy xizmatlarga mas'ul muavin raisi Parat Yo'rinqash kotibotlik komissiyonining mas'ulligiga, Qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Turg'unjon Alovdin kutib va orqa saf komissiyonining mas'ulligiga, Qurultay fondining raisi Abdujilil Ahmad iqtisodiy komissiyonining mas'ulligiga tayinlandi. Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining 19 fevral chaqirilgan yig'inida 2 navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashini bu yil 5 oyning oxiri Germaniyaning Myunxen shahrida o'tkazish qarori qilingan. Mazkur qaror 20 fevral chaqirilgan Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining kengaytirilgan yig'inida Qurultay tarkibidagi har qaysi qarindosh tashkilotlarimizning oxirgi qitim ma'qulligidan o'tkazilgan edi. 27 fevral chaqirilgan Qurultay umumiy vakillar yig'inida 2 navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashining konkret vaqti muqimlashtirildi va Milliy Kengash yig'ini 5 oyning 26 kunidan 28 kunigacha yana Germaniyaning Myunxen shahrida chaqirish qarorlashtirildi. Bu navbatlik Milliy Kengashga Qurultay rahbarlari, Qurultay tarkibidagi tashkilotlarimizning mas'ullari, Qurultay bilan hamkorlashayotgan Uyg'ur tashkilotlarining asosliq mas'ullari, har qaysi allardagi ko'zga ko'ringan jamoat arboblari, har qaysi sohalarga mansub tunilgan shaxslarimiz, tadqiqotchi va olimlarimizdan bo'lib 200 nafardan ortiq kishi taklif qilinadi. 2 navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashida da'voyimizga munosabatli jiddiy masalalarda doklad taqdim qilishni orzu qilgan arboblarimiz hozirdan e'tiboran tayyorlik komiteti programma komissiyonining mas'uli doktor Erkin Akramga o'zini ma'lum qilsa va dokladlarni oldin yo'llab bersa bo'ladi. Ondan boshqa yana Milliy Kengash uchun taklif fikr sunishni orzu qilgan qarindoshlarimiz hozirdan e'tiboran o'zlarining taklif fikrlarini yozma shaklda tayyorlik komiteti kotibotlik komissiyonining mas'uli Parat Yo'rinqash apandimga yo'llab bersa bo'ladi. Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan istansimizga qilgan so'zida navbatda Uyg'urlar masalasining tarixiy bir burilish nuqtasiga qadam qo'yganligini, bir tarafdan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini texmo ko'p davlatlarga e'tirof qildirish, yana bir tarafdan Xitoyning irqiy qirg'inchiligini va insoniyatga qarshi jinoyatlarni to'sib qilish uchun xalqaro qandoq yo'l tutish, bundan keyin qandoq bir strategiya qo'llanish masalasining jiddiy masala bo'lib qolganligini. Shuning uchun Dünya Uyghur Qurultayıning bu xil jiddiy holatni ko'zda tutib, 2 navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashini chaqirish zaruriyatini his qilganligini ta'kidlab o'tdi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan Uyg'ur harakati tashkilotining Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata sodir qilgan vahshiyliklarni oshkorlashda qo'shgan tuhfasi uchun Amerika Avom palatasining 2 nafar a'zosi tarafidan 2022-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlikka ko'rsatganligi muhojiratdagi Uyg'urlarni alohida suyundirgan va cheksiz g'ururlantirgan edi. Bu munosabat bilan oldingi kuni istansimizning Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga qatnashgan Uyg'ur harakati tashkilotining qurg'uvchisi va raisi Ro'shan Abbos xonim o'zining bu vaqtdagi yurak so'zlarini ifoda qilib mundoq dedi. Dastlabda bu nomzodlikqa ko'rsatilishni bir agar sharaf desak, bu sharaf ya'ni bir mujodala va bir jang biz uchun. Endi buni bir sharaf deyishga to'g'ri kelsa, bu sharaf dastlabda bizning shu vatandagi qonzor yig'layotgan barliq qarindoshlarımizga, ishg'oliyatdagi Sharqiy Turkistondagi bütün xalqimizga, ota-onalar, urug' tuqqanlar, endi mening Hadam Gulshan Abbosga o'xshash va nurg'unlagan hammamizning urug' tuqqanlarimizga o'xshash Xitoyning zindonlarida, turmalarda yetayotgan millionlagan hadi-singillar, aka-inilar, do'st birodarlarimizga xos. Undan boshqa yana shu muhojiratda vatanimizningki dardini anglatib, o'tida kuyib pishayotgan bizning qahramon jasur lager shohidlarimizga va dunyoning hamma yerdagi barliq faoliyatchilarimizga va bizni davomli qo'llab kelgan va shu vatan millat davosida oldin mengayotgan tashkilotlarimizga xos. Endi undan boshqa men Uyg'ur harakati tashkilotining o'zidan elib etsam, bizning tashkilotimizda dadisi dunyoga tunilgan, Uyg'ur xalqiga tunilgan ziyoli bo'lgan Yolqin Ro'zning o'g'li Kamal Turk Yolqin va Ilhom To'xtiningki qizi Javhar Ilhom va Rayla Davudning qizi Aqida Po'lat va undan boshqa yana fidokorlarimizdan Kanadadagi Mukarram Qurbon, Turnisa Matsidiq, shu to'xtamay oylarcha yolg'iz kishilik namoyishlarni qilib kelayotgan. Andan keyin o'zi eng yosh bo'lsa Uyg'ur davosida oldida mengayotgan qizimiz Mahliyaga o'xshash va bizningki ziyolilarimiz Maya Metalipovaga o'xshash yosh faoliyatchilarimiz Mustafa Aqsu va bizningki önderlerimiz, liderimiz bo'lgan Mamtimin Bug'roning qiyni bo'lgan badanida tuqqani Babur Elchi bizda to'liq ishlayotgan
Şunun o'xshash va Asiya Ablatdak, Turdi Xo'ja va Dilmurod Sulaymondek bizningki burundan da'voning beshida mengib kelayotgan faoliyatchilarimiz va shundoqla mening akam Rishad Abbosdek bizningki qurilishimizdan boshlab bizga yordam qilib kelayotgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Shu hammamizningki o'rtaq tirishchanligimiz bilan shu bizning Uyg'ur harakati tashkilotimiz qurilgan 4 yildek vaqt bo'ldi hozir. Andan keyin men rasmiy xizmatimni tashlab, mening hadamning tutilgan 1 yillik xotira kunida, ya'ni hadam meningki 2018-yili 9-oyda tutilgan bo'lsa, 2019-yili 9-oyda men rasmiy maoshliq meningki yaxshi uzundan beri ishlab kelayotgan kasbiy xizmatimni tashlab, men bu da'voga rasmiy kasbiy kirdim. Shuningdan keyin mana biz kasbiy qilayotganimizga texi 2,5 yil bo'lmadi. Yani 2 yildan ortiq vaqtda bütün kuchimiz bilan kechini kunduzga ulab qilgan tirishchanliklarimizning bir muayyanlashishi deb qarayman. Shuning uchun endi bu birinchi qatim Uyg'ur tashkilotlarining kollektiv bo'lish sifati bilan bundaq bir sharafli mukofotga nomzod bo'lib ko'rsatilishi, shunga bu mukofotni alayli, ammayli oxirgi natijasi nima bo'lishidan qat'iy nazar bu hammamiz uchun bir tarixiy bir voqea deb düşünüme. Rahmet. Amerikadagi nopuzluq kishilik huquq tashkilotlarining biri bo'lgan Erkinlik sari 25 fevral yillik doklad e'lon qilib, Xitoyning dunyoga mustabidlik tuzumini kengaytirishda yetakchilik rol o'ynayotganligini bildirgan. Dokladda aytilishicha, Xitoy Kompartiyasi xalqaro qo'llash va mablag' selishning kapolati sifatida demokratiyaga qarshi o'z oldiga bir xil boshqarish modeli sunib, mustabid kishilarning huquq egillashi, ularning ochiq oshkorlik va odil raqobat prinsiplariga ko'z yumib, Xitoy Kompartiyasining boshqarish shaklini qabul qilishiga yordam bermoqda ishkan. Dokladda Xitoy Kompartiyasining yana iqtisodiy va harbiy kuchini ishlatib, uning demokratiya prinsiplariga xiloflik qilishini va kishilik huquq dafsandichiligini tanqidlagan hukumatlarga va chet el tashkilotlariga tahdid kelganligi ta'kidlangan. Dokladda aytilishicha, yangi dalillar Xi Jinping va boshqa yuqori darajalik amaldorlarning Uyg'urlarga qaratilgan insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilikni planlash ham ijro qilishda qo'li borligini ko'rsatgan bo'lsa-mu, biroq ba'zi demokratik davlatlarni o'z ichiga olgan nurg'un taraflar Xitoy Kompartiyasining diginiga kelgan. Dokladda Marriotning Chexiya Jumhuriyatidagi bir mehmonxonasining 2021-yili 11-oyda siyosiy betaraflilikni bahona qilib, Dunyo Uyg'ur qurultiyining yig'in etishiga yo'l qo'ymaganligi, Yangi Zelandiya parlamentining Xitoy bilan bo'lgan savdo aloqasini deb, Xitoyning Sharq Turkistondagi harakatini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishdan to'xtab qolganligi alohida ta'kidlangan. Erkinlik sarining mustabid hukmronlikning yer shariga kengayishi nomli mazkur dokladida ko'rsatilishicha, erkinlik yer shari xarakterlik jiddiy tahdidga duch kelmoqda. Shundaqla liberal demokratiyaning dushmanlari uningga bo'lgan hujumni kuchaytmoqda ishkan. Rossiyaning Ukrainaga qarata boshlatgan tajovuzchiligi butun dunyodagi haqqoniyatparvar insonlarning umumiy yuzli qarshiligiga va nafratiga uchirdi. Bir qancha kundan buyon har qaysi qit'alarda Rossiyaning tajovuzga qarshi keng ko'lamli norozilik namoyishlari davom qilmoqda. Her qaysi ellardagi namoyishchilar sepidan o'rin olgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz bir tarafdan Rossiyaning Ukrainaga qaratgan haqsiz tajovuziga o'zlarining noroziligini ifoda qilsa, yana bir tarafdan dunyo jamoatchiligini Xitoyning mustamlikasi ostida irqiy qirg'inchilikka duchor bo'layotgan Sharq Turkiston xalqiga ega chiqishga chaqirib kelmoqda. Masalan, 27 fevral kuni Germaniyaning Karlsruhe shahrida Rossiyaning tajovuziga qarshi o'tkazilgan namoyishchilar sepidan o'rin olgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining Germaniya vakili Anvar Ahmad apandim namoyishchilarga Germaniya xalqining xuddi tajovuzga uchirgan Ukraina xalqini qo'llagandek, Xitoyning tajovuzga uchirgan Sharq Turkiston xalqini qo'llab insoniy burchini ado qilishga chaqirib hozirlagan tashviqot materiallarini tarqatdi. Namoyish maydonidan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Anvar Ahmad apandi bu vaqtda ma'lumot berib mundaq dedi. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun 2-oyning 27-kuni yakshanba Germaniyaning Karlsruhe shahrida Ukraina xalqining tajovuzchilikka uchrashiga yordam qilish, ya'ni Rossiyaningki Ukrainaga tajovuz qilganligiga qarshi birlashma namoyish o'tkazilyotdi. 2-oyning 21-kuni Rossiya hukumatı Ukrainaga tajovuz qilgandan boshlab Janubiy Amerika, ya'ni Amerika qit'asining janub shimoliy dunyoning har yerida Rossiyaga qarshi, Rossiyaning bu tajovuzchiligiga qarshi ovoz, qarshi to'lqinlar yer yuzini qopladi.
dünya xalqi dunyoning har qaysi shaharlarida Rossiyaga qarshi noroziligini ifodalayotir. Hattoki Rossiyaning o'zidimi insonparvar kishilar 60 ga yaqin shaharda Putinning bu tajovuzchilik jinoyatini ayblab turli qarshilik faoliyatlarini olib beryapti. 1949-yili Xitoy tajovuzchilari bizning vatanimiz Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirgan 73 yildan buyon Uyg'ur xalqi o'zining insoniy haq-huquqlaridan ayrilib, irqiy qirg'inchilikdan iborat fojialik bir vaziyatda yashamoqda. Biz Sharq Turkistonliklarningki zulmiga bu qadar irqiy qirg'inchilikka uchrash ahvoli qarta dunyo xalqining xuddi Ukraina xalqiga yordam qilgandek o'rnidan dast turishi kerak. Uyg'ur xalqini, ya'ni Sharq Turkistonliklarni xuddi Ukraina xalqiga izdoshligini ko'rsatgandek, qo'llashini ko'rsatgandek o'rnidan turish kerak. Biz mushu to'g'rida tayyorlangan materialni bu namoyish kursidan foydalanib taqdim 2 soatga bo'lmagan jarayonda biz 500 parchadan ortiq tashviqot varaqini taqdim bo'ldik. Namoyish hozir nihoyatda jiddiy olib berilyapti. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishchaman bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Sen üçün ey yurtimiz